Hop, endi ikkinchi qismini boshlaymiz. Hop, demak, hali hech narsa yangilik yo'q. Demak, birinchi qiladigan ishimiz hisob qo'shishdan boshlaymiz. Demak, mana bu plyusni bosamiz. Hop, bu yerda kontaktdan tanlashimiz mumkin. Birinchi safar ruxsat so'raydi. Misol uchun mana o'g'limni qo'shay. Mana telefoni ismini o'zi avtomatik oladi. Bu yerdan firma yoki shaxsligini belgilash mumkin. Bu yerda yana ixtiyoriy yo familiyani o'zgartirish mumkin, telefonni o'zgartirish mumkin, izohni qo'shish mumkin. Misol uchun mana test deb qo'yay men. Firmami, shaxs bu. Tanlaymiz. Mana qo'shildi. Hop, endi mana bunda kirganimizdan keyin bu yerda nimalar bor? Ismi, yana o'zgartirish bor ismini. Mana buni ichida demak hisob bog'lash bor. Demak, bu bilan biz agar hisobni bog'lamoqchi bo'lsak, umumiy daftar tuzmoqchi bo'lsak, oldi berdidan yozmoqchi, chetdan boshlaymiz. Hop, mana sinxronizatsiyali nimasini yoqib qo'yganmiz, sinxronizatsiya bo'lganini bildiryapti. Biz hozir o'chirib turamiz. Hop, hisobni eksport qilish, hali buni gaplashgandik o'tgan nimada. Demak, bu yerda ham xuddi shunaqa. Endi bu bitta odamnikini eksport qilib beradi ma'lumotlarni. Keyin eski tranzaksiyalarni arxivlash, demak 3 oy, 6 oy, 12 oy belgilab qo'ysak, mana 3 oy deb arxivlash desak, demak 3 oylik ma'lumotimiz turadi. Qolgan hammasi arxivlanib qoladi. Arxivni ochish mumkin yana. Mana bunda bossak yana ko'rsatadi. Chetdan arxivni ko'rib ochishimiz mumkin, lekin balansga ta'sir qilmaydi ular. Balans saqlanadi, o'chirib tashlashimiz ham mumkin. Hozir o'chirmaymiz. Xo'p, keyingisi mana bu yerda telefon orqali mana telefonni bossak, to'g'ri telefon qilishga o'tadi. Hamda mana bu yerda сообщение jo'natish bor. O demak, hozir biz nimalarni qo'shganimiz yo'q edi, shuni qo'shib olaylik. Demak, hop, mana bu yerda shuni ko'rmay o'tib ketibmiz. Demak, tovar. Biz xohlagan tovarni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun, PayPal deylik. Summasini misol uchun 5000 so'm qilaylik. Yana bitta tovar qo'shaylik. Demak, bu kimga kerak? O'sha doimiy ma'lum bir nimalar bilan savdo qilib turadigan odamlarga kerak. Hop, SMS shablonlar bor. Mana bu yerda berish bor, olish bor. Demak, qarzni eslatishlik uchun olish bor. Pastga ko'rsalang, balansni summasi uchun katakcha amount degan moddani qo'shib ketishimiz mumkin. Mana buni bossak, o'zi avtomatik mana so'zni qo'shib oladi. Hop, demak, bu qiymat yozadi. So'm qarzingizni to'lang. Vaqti keldi. Misol uchun yozdik. Endi shuni berish o'zimizda beradigan vaqtimiz. Endi assalomu alaykum deymiz. Aka bergan nechidir so'm plyusni keyingi haftaga qilib beray. Misol uchun yozdik. Demak, bu berish. Buni xohlagan miqdorda yozish mumkin shablonlarda. Endi to'lov turlari, misol uchun biz naqd pulda qilishimiz mumkin, karta orqali savdo qilishimiz mumkin. Kartani ham alohida humo nima qilib turini yozib qo'yish mumkin. Bank hisob raqami orqali mana bitta hozir QR kodlar chiqdi. Xohlagan narsa yozish mumkin. QR kodni ham yozib qo'yaylik. Hop, menimcha bo'ldi. Demak, mana bu yigit bilan endi oldi berdi qilamiz. Demak, mana bu pastdagi yashil qo'sh tugmasini bossak, demak, berdim, oldim bo'ladi. Demak, berdim. Nima berdik? Xo'p, mana shu yerdagi summani, misol uchun qancha deylik? Hop, misol uchun buni biz dollarda belgilashimiz ham mumkin. Dollarda, misol uchun $1000 deylik. Bu 12500 so'm deylik, misol uchun. Mana pastda nimasi chiqib turadi bularda. Yana qo'shishimiz mumkin summa, mana 12,5 million. Yana qancha qo'shaylik? Hop. Jamiyatda qog'ozga yozib olganman, 17 million bo'lsa, 4,5 million summa o'zbek so'mida, 4,500,000. Hop, dasturimiz buni alohida nimalarda ajratib turadi, qulay juda. Hop, qolgan hamma narsa ixtiyoriy. Boshqa hech narsani belgilamasdan ham hozir saqlashni bossak, mana saqlaydi 17 million. Demak, biz beribmiz. Endi yana nimalar qo'shsa bo'ladi? O'zgartirishni bosib, hop, izoh qo'shishimiz mumkin. Misol uchun PayPal va maqsa berdik. Maqsa bo'ladimi? Maqsa deb turib, misol uchun naqd pulda berdik. Demak, ko'rinib turibdi, $1000 dollarda berdik, hamda 4,5 million so'mda beryapmiz. Buni saqlaydi. Hop, qaytarish muddati, misol uchun 5 kunga berdik deylik.
Hop, endi mana bu yerdan tovarlarni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun biz belgilaganmiz massa, paypoq ikkalasini, ha? Demak, massani hop 100 ta qilaylik. Paypoqni misol uchun 1000 ta qilaylik. O'shanda mana bergan tovarimizni puli ham 17 million bo'lyapti. Shunaqa qilib alohida yozish ham mumkin. Lekin mana bu tovarlarni qiymati mana bu umumiy balansga ta'sir qilmaydi. Bu ixtiyoriy. Bularni yozmasak ham balans turaveradi. Bularni ko'paytirib kamaytirsak ham balans o'zgarmaydi. Shu tomonidan faqat mana bu yerda yozilgan summagina balans tashkil qiladi. Oldi berdi. Pastda rasm qo'shishimiz mumkin. Misol uchun galereyadan qo'shish mumkin. Bunaqangi men yozib qo'yganman. Misol uchun hozir nima ololmadi? Sabab biz ekranda yozib turganimiz uchun hozir ololmadi. Aslida u olish kerak. Hozir men pauza qilib oldim rasmni. Demak, rasmni ham oldik. Xo'p, saqlashni bosdik. Bo'ldi mana. Bu yerda nima ko'rsak, ismi, sanasi, izohi, to'lov turi, demak naqd pulda to'ladi. Qaytarish muddati mana 4 kun qoldi deyapti. Qaytarilgan deb belgilashni bosib qo'ysak, qaytarilgan bo'lib qoladi. Valyutalar, demak 1000 dollarda beryapti, 12,5 million bo'lyapti, 4,5 million so'mda beryapti, ha? Jami mana 17 million bu yerdagi jami summa chiqyapti. Mana bu to'lov qismidagi summa, mana bu yerdagi summa bu nima deydi, ixtiyoriy narsa. Endi rasmda nima qilib ko'rishimiz mumkin. Rasmda kattaytirib, kichiklaytirib, o'girib, aylantirib ko'rishimiz mumkin. Rasmda saqlab olishimiz mumkin. Rasmda dasturni o'zi kichiklaytirib olib qo'yadi. Shuning uchun telefoningizdan katta joy olmaydi. Misol uchun mana shu rasmlar hozir 4-5 megabayt chiqadi o'zi. Bu yerda bir 300-400 kilobaytga aylantiradi bu. Lekin sifati mana ko'ryapsiz, sifati juda yaxshi saqlanadi. Mana buni bossak to'g'rilanadi, mana bunisi demak aylantiradi. Mana bunisi mana buni bosamiz. Mana saqlab oldi. Ochishni bossak, demak mana bu yerda o'sha qarz daftar deb turib nimamizda telefonda xotirasiga saqladi. Asli xotirada bo'lmaydi bu. Telefonda ichida turadi hamda buni biz yuklaganimizda nimaga yuklab qo'yadi, yo'qolmaydi. Hop. Mana shu. Endi yana bitta qo'shdik. Endi mana qaytarib berdi deylik. Summani 17 million so'mni qaytarib berdi. Hop, mana. Balans 0 bo'ldi, oldi bu yerda tugadi. Demak, mana buni qaytarilgan deb belgilab qo'ysak bo'ladi. Hop. Shunga o'xshagan. Endi mana xohlagan odamni qo'shishimiz mumkin. Misol uchun Asqar deylik. Telefoni yo'q. Saqladik. Asqarga yana misol uchun 4,5 million so'mlik 450 ming so'mlik narsa berdik. 300 ming so'm narsa oldik. Demak, 450 ming narsa berdi, 300 ming so'm oldik, 150 ming so'm demak bizdan qarzdor bo'lib turibdi. Endi mana bu yigit bizga yana qo'shimcha 2,5 million pul bersin oldidan bir narsaga. Hop, demak mana 2,5 million qarzdor bo'ldik. Demak, bunisidan 150 ming bizdan qarzdor, bunisi biz 2,5 million qarzdormiz. Endi buni mana bu yerga o'tib ko'rsak, mana bosh sahifada hali ko'rgan bo'lsak, hech narsa yo'q edi. Endi mana hamma narsa paydo bo'ldi. Demak, umumiy balans yerda ko'rinib turadi. Demak, tepada mana bunisi umumiy balans. Ya'ni umumiy hamma oldi belgilarimizni qilsak, bizda qancha qarzimiz, qancha minusdamiz yoki plyusdamiz ko'rsatib turadi. Mana bu yerda jami bizga qarzdor bo'lgan odam, demak 150 ming bizdan qarzi bor odamlarni. Biz qarzimiz mana buni qizili 2,5 million bizda qarzimiz bor. Hop, demak, mana ismi, o'sha hisoblar chiqib turadi. Bu yerda amallar, oxirgi amallar ko'rinib turadi. Bosh sahifa bu. Bu yerdan qidirish ham mumkin. Odam bo'yicha, narsalar bo'yicha qidirish mumkin. Hop, endi guruhlarimiz, misol uchun oila deb qo'ysak, bu ham ixtiyoriy. Hop, yana bitta guruh ochaylik. Bunisiga misol uchun bozor deb qo'yamiz. Oilaga misol uchun mana Bashirxonni qo'shdik. Hop, bozorga misol uchun ikkalasini qo'shib beramiz. Ya'ni bitta odamni ikkita joyga qo'shishimiz mumkin. Hop, ko'rsak, demak, oila bo'yicha 2,5 million qarzimiz bor. Demak, bunisida bozordagida 2 million 350 ming. Ya'ni bitta ikkalasini qo'shib, ayirib, общий summasini chiqarib beradi mana shu guruhning ichidan. Xolasak, guruhni o'chirib tashlaymiz, faqat shuni o'zi bo'ladi. Bu endi guruh bo'yicha.
Demak, bu guruhda ham nima qilsa bo'ladi? Mana bu yerda guruhda nima eksport degan joyi bor. Demak, guruhdagilarni hammasini ma'lumotlarni eksport qilib beradi. Endi shu yerda eksport qilib ko'raylik. Mana bu yerda demak, biz umumiy eksport qilaylik. Ustunlarni mana izohda ham ko'raylikmi? Hop, mahsulot to'lov turi ularni belgilash mumkin. Izohni bitta joyda qildik. Yo'nalish, summa, valyuta, hop, PDF shaklda qilaylik. Eksport qilaylik. Hop, mana bu yerda mana eksport tayyor bo'ldi. Chislolari, kimligi, oldi, berdisi, summalari, mana PayPal bilan mahsi, naqd pulda berilgan naqd pulda yozilyapti. Mana mahsi 100 ta, PayPal 1000 ta ko'rsatib turibdi. Hop, Excel'da ham xuddi shunaqa. Endi odamning soni, bu yerdagi mana bu nimalarni sonini kamaytirsak, uni sanani kerak emas deylik. Unda yana boshqacha bo'ladi. Endi kuchaytirib chiqarib beradi. Pastda mana umumiy 2.350.000 so'm men qarzdor bo'lib turibman. Hop, ikkinchi qismimiz ham shu. Endi uchinchi qismida shu ikki kishi oldi berdi qiladigan qismini bir ko'rib chiqamiz, xudo xolasa.